100 yillik Marafon. ئاپتورى مايكىل پلىزبېرى. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 7-bob qotil xanjiri. Planingni tun qorong'usidek yoshirin tutib, harakatga o'tganda chaqmoqdek tez bo'l. Sunzining harbiy ishlar dasturidan. 4-qism. Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasining organ taraf gezitiga besilgan tövəndəki bayonot to'g'risida o'ylanib baqayli. Ba'zilar uchur davrda Marafon porti vaqasiga o'xshash ishlar yuz bermaydi deb qaraydi. Lekin agar elektromagnit impulsi qurollariga o'xshash vositalar orqali dushmanning qo'mondonlik, kontrol va aloqa sohalaridagi halqiliq uchur sistemalariga tuyuqsiz hujum qilinsa, buni 21-asrdagi Marafon porti vaqasi deyishga bo'ladi. Hatto Amerikaga o'xshash yadro o'q beshi saplangan boshquriladigan bomba va kuchlik armiyaga ega darjadan tashqari davlatmi bu xil hujumlardan aman qolman deyolmaydi. Ularning Amerikaning o'zining so'zi bo'yicha aytganda, Amerikaga o'xshash yuksak darajada kompyuterlashgan bir davlat hamma tarafdan qilingan elektronlik hujumlar oldida favqulodda ojizdir. Chunki Amerikada banklardan telefon sistemasigacha, elektr stansiyasidan po'lat to'mir zavodlarigacha butun Amerika iqtisodi tamoman kompyuter to'riga bog'lanib qolgan. Bir davlat iqtisod va texnika jihatda qancha kuchaygan siri, uning zamonaviy uchur sistemasiga beqinishimi shuncha kuchaydi. Shu vajidan Amerika zamonaviy elektronlik hujum oldida dunyodagi boshqa har qanday davlatdan bakrak ojizdir. Xitoylar Amerikaning olam boshliqi sun'iy hamroyiga tayanib qolganligi uning yana bir ajallik ojizligi deb qaraydi. Sun'iy hamro ba'zida dushmanning o'rnini rasmga tortish, shundoqla radio va telefon aloqasini nazorat qilish orqali istixborot to'plasa, yana ba'zida odamsiz uchqu, chorlig'uchi boshquriladigan bomba va boshqa aslahalarga yo'l boshlashda ishlatiladi. Ana shu sun'iy hamrolar bo'lganligi uchun Amerikaning O'rta Sharqdagi harbiy harakatlariga mas'ul Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabi Florida shtatidagi Tampa shahriga joylasha olgan. Yana shu sun'iy hamrolar bo'lganligi uchun Amerikaning Honolulu'dagi Tinch okean qo'mondonlik shtabi 105 million kvadrat mil doiradagi dengiz flotlari va boshqa qismlar bilan aloqalasha oladi. Amerika 2004-yili o'zining qudratlik dengiz kuchini namoyon qilish uchun O2 aviamatka gruppasidan 7ni Xitoyning atrofidagi dengiz rayoniga avatdi. Lekin agar ularning ustidagi olam bo'shlig'ida uchib yurgan aloqa va istixborot sun'iy hamrolar bo'lmagan bo'lsa, har qaysi urush guruhlari o'zaro aloqa qilisha olmagan bo'ladi. Xitoy 20 yildan buyon mazkur sun'iy hamrolarni vayron qilish yoki pallashlantirish uchun Amerikaning sun'iy hamrolarini qoriq qilib qo'ydigan yoki portlatib o'tadigan, quruqlikdan qo'yib beriladigan lazer nuri quroliga o'xshash qotil xanjir tipidagi quroldan bir qanchani yasab chiqdi. Xitoy yana parazit mikro sun'iy hamro ustidami izlanishga boshladi.
ismdilla ko'rinib turganidek, bu kichik asbab parazit mikro sun'iy hamroyi Amerika sun'iy hamroyiga chaplashib olib, ya uni kardan chiqirdi, ya u to'plagan uchurlarni o'g'irlaydi. Xitoyning boshqa mikro sun'iy hamrolari elektronlik kashil paydo qilish, elektromagnit impulsi tarqitish yoki sun'iy hamroni o'z orbitasidan chiqarib etish orqali Amerika sun'iy hamrolarini palashlantiradi. Xitoy buningdan sirt sun'iy hamroni olam boshliqida portlatib etadigan, quruqlikdan qo'yib beriladigan, boshquriladigan bomba haqidami izlangan. Xitoy 2007-yildagi bir qitimliq o'ngishli sinoqda mushu xil qurolni ishiltib, o'zining tashlandiq havo rayi sun'iy hamroyini vayron qilib etgan edi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bir dokladida bu sinoq nurg'un davlatlarni andishiga soldi. Shundaqla bu sinoq sababli paydo bo'lgan sun'iy hamro qoldiqlari boshqa davlatlarning olam bo'shliqidagi uskuna aslahalarga tahdid shakllantirdi va insoniyatning olam bo'shliqidagi uchishlarini xatarga uchratdi deyilgan. Amerika Dengiz urushi institutidagi John Johnson Freeze Xitoyning shu qitimliq mas'uliyatsizlik bilan qilgan siniqidagi dinamika ta'siri sababli shakllangan 3000 parchadan ortiq sun'iy hamro qoldiqining yer sharidagi nopus zijjalashgan rayonlarning ustidagi tuvan orbitida 10 yillarcha laylab yuradiganligini aytgan. Texmi chataq yeri Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi siniqida oshkorliq kamchil. Shu qitimliq sinoqdan keyin Amerika Davlat bexatarlik komitetining bayonotchisi Xitoy bu qitimliq qurol siniqining muddaosini tushuntirmadi. O'zining kelgusida yana boshqa sinoq qilish niyati bor yo'qligi to'g'risidami gap qilmadi degan. Va yana shu qitimliq sinoqning Xitoyning o'zining olam bo'shliqining harbiylashhtirilishiga qarshi oshkora maydoniga zidligi haqidami tushuncha bermaganligini aytgan. Shu qitimliq sinoqning odamni hammadan bak bearam qildigan yeri Amerika istixborot doiralarining mushundaq bir sinoqning qilindiganligi haqida hech qanday uchur almaganligidir. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining shuningdan burunqi 3 yilda Davlat Majlisiga sungan Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi to'g'risidagi yilliq dokladida Davlat Mudofaa Ministri Davlat Majlisiga Xitoy sun'iy hamroni faqat yadro quroli orqali vayron qila oladi degan edi. Washington pochtasi gazetining xabarida mundaq deyilgan. Xitoyning bu qitimliq siniqi Amerikaning ajallik ojizligini oshkorlash orqali dunyoga ogohlantirish signali berdi. Shundaqla Amerika Davlat Mudofaa sohasidagi ba'zi amaldorlar Amerikaning sun'iy hamrolari Amerikaning harbiy aloqa, istixborot va boshquriladigan bombaga yo'l boshlash qatorliq ishlarning 90%ni bir taraf qilishga ishiltadigan bo'lishiga, ya'ni shu darajada mo'yin bo'lishiga qaramay, Amerika istixborot doirasidagilar Xitoyning Amerika sun'iy hamrolarini palashlandira oladigan yoki kardan chiqara oladigan boshqa olam qurollari va iqtidoriga ega bo'lgan bo'lmaganligi yoki hozirning o'zida tadqiq qilayotgan qilmayotganligi haqida hech qancha ma'lumotga ega emas dedi. Ondan Xitoy 2007-yili va shuningdan keyingi yillarda boshqa sinoqlarni davomlashtirdi. Buning ichida 2013-yili quruqlikdan qo'yib berilgan
sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba Amerika amaldorlari tarafidan olam bo'shliqini tekshirish uchun qo'yib berilgan raketaning siyoqiga kirgizilgan deyildi. Xitoy armiyasi shu yilning oxirida Amerikaning sun'iy hamrohlariga hujum qilgudak iqtidorga ega sun'iy hamrohdan 3 ni qo'yib berdi. Amerika taraf buni Xitoyning Amerikaning davlat mudofaa bexatarligiga real tahdid shakllantirgan planetlar urushi programmasining bir qismi dedi. Buningdan sirt Xitoy xalq ozodlik armiyasi yana sun'iy hamrohdan keladigan aloqani qalaymaqonlashtirib etadigan yoki talto'kis to'sib qo'yadigan boshqa qurol va kashil stansiyasini yasab chiqdi. Bu qurollar lazer nur, mikroto'lqinli qurollar, zarra dastasi qurollari va elektromagnit impulsi qurollarini o'z ichiga olishi mumkin. Amerika armiyasining sun'iy hamrohga beqinib qolgandan sirt yana bir ojizligi o'q, dora, yiqilg'u va urush uchun zarur boshqa ashyolarni oldingi safga yetkazish uchun uzun ta'minot liniyasiga beqinib qolganligidir. Amerika dengiz armiyasi birinchi qatimliq dengiz qo'ltiq urushida har kuni 19 million gallon, ya'ni 1 gallon 3,875 litr keladigan neft va Koreya, ya'ni Chawshan urushidagidan 20 hassa ko'p o'q-dori ishlatgan. Ichitilgan dengiz qatnash liniyasi bo'lmaydigan bo'lsa, bu ishlarning hech qaysisi mumkin bo'lmagan bo'ladi. Halbuki ichitilgan dengiz qatnash liniyasi asalla növbətdə Xitayning qo'lida bor bo'lgan suv osti parxodi, suv minasi, torpeda va aviamatkini vayron qilg'uchi boshqariladigan bomba qatorliqlarning g'ayri-simmetrik hujumlarga uchraydi. Ma'lum ma'nodan aytganda, suv osti parxodi Amerikaning dengiz qatnash liniyasiga tahdid shakllantiroladiganligi uchun Xitoyning dengiz armiyasi tadqiqoti instituti tarafidan 21 asrdagi eng muhim parxod deb qaralmoqda. Xitoy Amerikaning havo bo'shliqidagi afzalligini yo'q qilish uchunmi qotil xanjardan birini taraqqiy qildiryotdi. Amerikaning harbiy aeroplanlariga AGM-88 tipliq radiatsiyaga qarshi yuqori suratli boshqariladigan bomba saplangan. Aeroplanga qarab kelayotgan yer havo boshqariladigan sinarat aeroplanlarni havoda pachaqlab tashlashdan ilgari mazkur boshqariladigan bomba sinaratdan chiqqan radar reaksiyasini nishonlash orqali harbiy aeroplanlarni qo'g'dab qoladi. Amerikaning havo bo'shliqi afzalligi zo'r darajada mushu boshqariladigan bombaga tayinadi. Lekin Xitoy allaqachon mazkur boshqariladigan bomba yer havo boshqariladigan sinaratni bayqashda ishlatadigan chastotida 10 ming dona signal tarqatadigan minglagan mikro tarqatquchliq qora qutilarni kashf qildi. Gerçi Xitoy hozircha mazkur texnikani mukammallashtirib bo'lolmagan bo'lsa-mu, ammo ular buningga qodir bo'lib qolsa, mazkur qarquta AGM-88 tipliq radiatsiyaga qarshi yuqori suratli boshqariladigan bombaga 10 ming bir dona boshqariladigan bomba kelayotgandek ta'sir berdi-da, bu boshqariladigan bomba 10 ming dona yolg'on bomba signalini nishonlash halokatchiligida qilib, shuning ichidagi birdan-bir haqiqiy boshqariladigan bombani tepish asosan mumkin bo'lmaydi. Tayvan to'g'risidagi har qanday dengiz armiyasi to'qinishlarida qotil xanjari muhim rol o'ynaydi. Chunki ular qotil xanjar tipidagi qurollar Amerikaning
ko'lam jihatda Xitoynikidan bakli cho'ng va texnika jihatda ko'p ilg'or dengiz armiyasiga xiris qilishning eng yaxshi vositalaridir. Xitoy Amerikaning dengiz parxodlarini mag'lub qilish uchun dengiz yoqasidan qo'yib beriladigan, boshqariladigan bomba va uchquchilarni yasab chiqdi. Dengiz urushi instituti obzorlari ژورنىلىدىكى bir parcha maqolaga ko'ra, bu xil qurollar texnika jihatdan yetarlik darajada taraqqiy qila olmagan davlatlarni g'ayri-simmetrik vositalar orqali o'zining an'anaviy urush jihatdagi yetarsizliklarini to'liqlash imkoniyatiga ega qiladi. Xitoyning CSS-5 DF-21S tipliq ballistik boshqariladigan bombasi qirg'oqdan 1500 mil, taxminan 2414 kilometr yiroqlikdagi aviamatkaga zarba beralaydi. Shundaqla Xitoyning ovozdan tez nishonga dal tegadigan chorlig'uchi boshqariladigan bombasi 180 mil, taxminan 290 kilometr uzoqlikdagi nishonlarga zarba beralaydi. Dengiz urushi instituti obzorlarida ko'rsatilishicha, bu xil boshqariladigan bombalarga radiatsiyaga qarshi qurol, vakuum qurollari yoki elektromagnit impulsi o'q beshi, hatto yadro o'q beshi saplandikan. Shundaqla Amerikaning Aegis nomli boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasi mazkur ovozdan tez chorlig'uchi boshqariladigan bombaga amal qila olmaydi ekan. Amerika Davlat mudofaa ministrligining dokladida Xitoy nishonga dal tegish iqtidori barg'ansir kuchayotgan ajallik ballistik boshqariladigan bomba va uzoq musofirlik hujumchi aeroplanlarning miqdorini zo'r darajada ko'paytdi. Shundaqla hozir uning qo'lida Amerika dengiz armiyasining har bir aviamatka guruppasini talto'kis vayron qilishga yetgudak boshqariladigan bomba bor deyilgan. Xitoyning qotil xanjar tipidagi qurollar ambarda yana aviamatkani vayron qilish uchun loyihalangan raketa bilan ilgaritilgan suv minasi, shundaqla odamsiz yiroqdan kontrol qilinadigan bomba qilib ishlatkili bo'ladigan, yana kelib ayrim may yoki shiddatlik portlatqich dori saplangan, necha minglagan tashlandiq reaktiv kurashchi aeroplanlarmi bor. Beijing yana urush parxodlariga qarshi boshqariladigan bombadan mudofialanish sistemasini faollashlandira oladigan ta'kidliq lazer nuri qurollariga o'xshash o'zi sihriy qurollar deb atavalgan qurollarni taraqqiy qildiryotidi va o'zining barg'ansir zo'rayotgan suv osti parxodlari filotiga, ya'ni Rossiyaning Shikval tipliq raketa orqali ilgaritiladigan torpedasini saplayotidi. Shikval 7500 yard, taxminan 6858 metrlik etilish musofasiga va 230 mil, taxminan 370 kilometrlik soatlik suratga ega bo'lib, hujum guruppalarini cho'ktirib yetalaydi. Amerikaning mazkur torpedalarga qarshi belingan mudofaa tadbirlari yo'q. 2001-yili Xitoyda chiqadigan harbiy asarlardan tanlanma degan jurnalda e'lon qilingan bir parcha maqolada suv minasini o'rinlashtirish, dal vaqtida kashil chiqarish, elektronlik qalaymiqanchilik tug'dirish, suv osti parxodi bo'ktirmasi, boshqariladigan bomba orqali tuyuqsiz hujum qilish degandek Amerika dengiz flotini vayron qilib o'tadigan hujum shakllari muhokama qilingan. Qisqacha aytganda, Amerika Davlat mudofaa ministrligining dokladida ko'rsatilgandek,
Xitayning düşmanning quruqliq, dengiz yoki havo armiyasiga hujum qilishga aloqador mashg'ulot nazariyasi. Düşmanning qo'mondonlik sistemasini vayron qilib o'tish, uchur sistemasini faolllashtirish, eng ilg'or qurollar sistemasini vayron qilib o'tish, orqa sap ta'minot sistemasini faolllashtirish va düşmanning texnikalik afzallaridan hosil bo'lgan oshirma atomni yo'q chiqarish qatorliqlardan iborat. Xitaylar to'la ishiltadigan bir o'xshatishni ishlatsak, bu bir chambashchining o'zidan kuchlik raqibining vujudidagi ajallik ojiz nuqtani biladiganligidan foydalanib, uni yer tishlatishiga o'xshaydi. Bu jihatda Yunan afsonalaridagi badanining bir yerda ajallik ojizligi bor kuchli qahramonning hikoyasi Amerikaliklarga texmi tunishliq. Әні şu ravishda Xitoy 20 yildan buyon bir maqsadda, ya'ni Amerikaning ajallik ojizligini tepib chiqish maqsadida qurollarni tadqiq qilib yasab keldi. 2013-yili Beijingdagi ba'zi qattiq qo'llar menga o'zlarining Amerikaning Obamaning atalmish Osiyoni qayta tangponglashtirish va Osiyoga qaytish strategiyasiga qanchalik jiddiy muomala qiladiganligini mo'ljallayolmayotganligini aytgan edi. Ular Xitoyning chotni xato so'qqan bo'lishidan, shundaqla Amerikaning qotil xanjar programmasiga ziyoda jiddiy inkas qaytirib, Xitoyni nishonga elishidan ansirab qolgandek qiladi. Ular menga agar Amerika o'zining kelgusi 10 yilda davlat mudofaa xomchotini $1 trillion azaytish planini davomlashtirsa, bu pul qayta tangponglashtirishga yetmaydi dedi. Men ularga rostimni aytib, Amerikaning Xitoy bilan tutishish uchun davlat mudofaa xomchotini ko'paytmaydiganligiga bir narsa degili bo'lmaydi. Ya'ni Amerika Xitoy bilan tutishish uchun bu xomchotni oshirishi mumkin deb javob berdim. 7-bob tugidi. Davomi bor.